بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh tabaraka va taologa hamd sanolarimiz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salovati salomlarimiz bo'lsin. Azizlar, mana bugun Sayyidul ayyom hajjil masokin bo'lgan bir ulug' kunda siz azizlar bilan ko'rishlik baxtiga Alloh nasib qildi. Allohga hamd aytamiz. Va barchalarimiz bugun mana zimmamizdagi farz bo'lgan juma ibodatini, namozini ado qilishlik uchun Allohning baytlaridan bir baytga kelib turibmiz. Alloh taolo bizlarning qilayotgan ibodatlarimiz, duoyi iltijolarimizni Alloh o'zi qabul qilsin. Muhtaram azizlar, bugungi juma suhbatimiz inshaalloh yetimlarga yordam berish jannat kaliti degan mavzuda bo'ladi. Alloh qodir qilganicha, ilmimiz yetganicha bu haqda bayon qilib berishlikni lozim topdik. Alloh taolo bugungi suhbatlarimizni barchalarimizga manfaatli aylasin. Mehribon Robbimiz azizlar, siz bizlarni inson qilib yaratdi. Yaratilgan mahluqotlar ichida eng oliysi qilib yaratdi va juda ham ko'p ne'matlarni bizlarga bisyor qilib berdi. Alloh taolo bizlarni bu dunyoda yaratarkan sinov uchun yaratgan ekanligini kalomida ham bizlarga ta'lim berdi. Demak, inson hayotda yasharkan har bir harakatimiz sinovdan iborat ekanligini unutmasligimiz lozim. Alloh taolo bandalarini bir-biriga o'xshamaydigan holatda qilib yaratdi. Yuzimiz, qo'limizdagi barmog'imiz hammasi o'ziga xos bo'lgan holatda. Shu bilan bir qatorda insonning taqdiri bo'lsin, insonga berilgan ne'matlar bo'lsin, bir-biriga o'xshamagan holatda har xil holatda yaratildi. Kimlardir hayotda boy bo'ldi, kimlardir kambag'al, kimlardir sog', kimlardir bemor. Kimlar esa ota-onasini bag'rida chiroyli holatda unib o'sdi. Kimlardir esa tug'iliboq yetim holatda dunyoga keldi. Kimlardir esa vaqt o'tishlik bilan yetimlik holatiga ro'baro bo'ldi. Demak, har qanday holatda bo'lsin azizlar, bu Allohning bizlarga bergan sinovi ekanligini unutmasligimiz lozim. Alloh bizlarga qanday taqdir qilgan bo'lsa, shu taqdirga rozi bo'lishlik, sabr qilishlik musulmon odamning eng katta fazilatli amallaridan hisoblanadi. Alloh taolo yetimlar haqida Qur'oni Karimida 20 dan ortiq o'rinda siz bizlarga ta'lim berdiki, yetimlarga qanday muomala qilishlik kerak, ularga qanday mehr ko'rsatishlik kerak, ularning haqlari to'g'risida Alloh bir qancha oyatlarda bizlarga ta'lim berdi. Hadis shariflarda ham xuddi shunday. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yetimlar borasida juda ham ko'p nasihat qildilar. Ularning haqqidan qo'rqishlikka, ularga mehr ko'rsatishlikka, ularga ya'niki saxovat qilishlikka Payg'ambar alayhisolatu vasallam bizlarga ta'lim berdilar. Insonning boshiga har qanday holatda sinov kelar ekan, ho ma'naviy holatda, ho jismoniy holatda sinov kelsa, mana shu kelayotgan barchasi Allohning bizlarga berayotgan sinovi ekanligini unutmasligimiz lozim. Yetim bo'ladimi, kasal bo'ladimi yoki boshqa jihatlarda sinov keladimi? Albatta barchasi bu Allohning bizlarga bergan sinovi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladiki, Astagfirullah, Baqara surasining 220-oyatida Alloh aytadi. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ Sadaqallohul azim. Ya'niki sizdan shuningdek yetimlar to'g'risida so'raydilar. Ayting, ularni isloh qilish yaxshidir. Agar mollaringizga ularning mollari qo'shib yuborilsangiz, zarari yo'q. Zero ular barmisoli o'z birodarlaringizdir deb Baqara surasida Alloh marhamat qildi. Demak, bu oyatdan ko'rilgan maqsad, ko'zlangan maqsad shuki azizlar, yetimlarga yordam berish va ularning mollarini ko'paytirish maqsadida yetimlarni kafillik va himoyaga olish Alloh taoloning nazdida eng yaxshi amallardan, eng savobli ishlardan ekanligini bizlarga mana Qur'oni Karim va ulamolarimiz ta'lim berdi. Hadis shariflarga keladi, Rasulimiz alayhisolatu vasallam yetimlarga yaxshilik qilish borasida aytadilarki, ana va kafilu yatimi fil jannati hakaza va ashara bis sababati wal usta
va farraja baynahuma shay'an dedilar. Ya'ni men va yetimni o'z qaromog'iga olgan kishi dedilar. Jannatda mana shunday bo'lamiz deb ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini oralarini ochib qo'ydilar. Kim hayotli davrda yetimni boshini silasa, yetimni o'z qaromog'iga olsa, uni boshpanasi, ta'lim tarbiyasi, sog'ligi, barcha jihatlarini o'z qaromog'iga olsa, ana shundoq bir insonlarga Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlaridek, ana shunday bir insonlarga jannat vojib bo'lar ekan va Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan jannatda qo'shni bo'lishga musharraf bo'lar ekan. Qaysi inson? Yetimni o'z himoyasiga olgan inson dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilamiz jannatning eng a'losida o'tiradi. U kishiga mana shundoq bir yonma-yon sherik bo'lishlik bu har kimga ham nasib qilolmaydi. Bu sharaf kimga nasib qiladi desa, Rasulimiz aytganlaridek, yetimni o'z qaromog'iga olgan inson, uni haqqiga xiyonat qilmagan, unga mehr ko'rsatgan, odobida bo'lsin, axloqida, ta'lim tarbiyasida, barcha moddiyotida bo'lsin, ehtiyojlarini qondirib, voyaga yetkazgan inson to'g'risida mana shunday ulug' bashoratlar beriladi. Boshqa bir hadisda keladi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, kim o'ziga yoki o'zgaga tegishli yetimni toki u o'zini eplay olguncha taomiga qo'shsa, unga jannat vojib bo'ladi dedilar. Imom Tabaroniy rivoyatida keladi. Mana shu hadisga bir e'tibor beraylik azizlar. Rasululloh alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim o'ziga yoki o'zgaga tegishli yetimni deb aytadilar. O'ziga tegishli yetim qaysi yetim? Akamiz, ukamiz, opamiz, singlimiz, qarindoshlik rishtalariga yaqin bo'lgan insondan qolgan farzandlar, yetim farzandlar. Yetim deganda siz bilan biz kimni tushunamiz? Otasi o'tgan inson, balog'at yoshiga yetmagan go'dakni tushunadi. Yetim shu. O qarisa ham yetim bo'lmaydi. 20 ga chiqsa ham yetim bo'lavermaydi. Yetim balog'at yoshiga yetmagan otasidan ajrab qolgan inson. Mana shu yetim bo'ladi. Balog'at yoshiga yetdimi, endi u bir shaxs. O'zini bemalol iroda qiladigan, bir fikriga ega bo'ladigan bir shaxs bo'ladi. Yetim esa hali o'zini eplay olmaydigan, shu balog'at yoshiga yetmagan go'dakni biz yetim deymiz. Demak, o'ziga tegishli bo'lgan akasini, ukasini, opasini, singlisini shu farzandlari yetim bo'ladigan bo'lsa, shularni nazarda tutyapti. Yoki o'zgaga tegishli yetimni deyaptilar. O'zgaga deganda boshqa bir insonlarni yetim farzandlari nazarda tutyapti. O'zini eplay olguncha taomiga qo'shsa, ya'niki taom yedirsa, o'zini qaromog'iga olsa, boshpana bersa, ta'lim tarbiyasida uni tepasida tursa, mana shunday bir insonlarga Payg'ambar alayhisolatu vasallam jannat vojib bo'ladi deb marhamat qilyaptilar. Kimlarga ekan? Bu yetimlarga boshpana bergan, boshini silagan, o'z qaromog'iga olgan insonlarga va'da shunday katta bo'lyapti. Dinimiz azizlar, islom dini yetimparvar din. Doimo yetimlarning haqqini himoya qilgan din. Yetimlarga e'tibor bergan din. Mana shu siz bilan bizga ta'lim. Solih bandani bir fazilati borki, yetimparvar bo'ladi. Jannat ahllarining shunday bir fazilatli amali borki, ular yetimparvar bo'ladi. Bu borada Qur'on Karimda Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu borada Alloh taolo kalomida aytadiki, Astagfirullah va yasalunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khayrin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibn sabil wa ma taf'alu min khayrin fa innallaha bihi alim. Sadaqallohu alayhi. Ya'ni sizdan ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam qanday ihson qilishni so'raydilar deb Alloh taolo payg'ambarimizga ta'lim beryapti. Ayting, nimaniki xayr ihson qilsangiz, ota-ona, qarindoshlar, yetimlar, miskinlar va musofirlarga qilingiz.
Alloh har qanday qilgan ehsonlaringizni bilib turuvchidir deb Alloh taolo kalomida xitob qildi. Ehson qilishligini xohlasak, avvalo kimlarga birinchi navbatda ehson qilishligimiz, yaxshilik qilishligimizni Alloh taolo beryaptiki, Payg'ambar alayhissalom orqali birinchi navbatda ota-onamiz. Har bir ishni tartibi, qonun qoidasi bo'ladi. Ibodatni, tahoratni, haj arkonlarini, hamma ibodatlarni tartib, qonun qoidasi bo'lganidek, azizlar, yaxshilik qilishlik borasida ham tartiblari bo'ladi. Alloh taolo bu to'g'risida mana sizlarimizga ta'lim beryaptiki, yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, xayr saxovat qilmoqchi bo'lsang, birinchi navbatda ota-onangdan boshla deb Payg'ambar alayhissalomga ta'lim beryapti. Bu bizga ham ta'lim. Endi undan keyingisida qarindoshlar, akangiz, ukangiz, opangiz, singlingiz, qon qarindoshlar nazarda tutilyapti. Undan keyingi navbatda yetimlar, miskinlar va musofirlar. Albatta hammamiz ota-onamizga yaxshilik qilamiz. Undan keyingi xayr saxovatimizni qarindoshlarga qilamiz. Undan keyingisi yetimlar. Agar mana shu yetimlar borasida siz biror bir yetimni boshini silayotgan bo'lsangiz, unga mehr saxovat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, u yetim agar sizni qon jigaringiz, akangiz, ukangiz, opangiz, singlingiz, qarindoshlardan qolgan yetim bo'ladigan bo'lsa, qilayotgan saxovatingiz 2 karra ziyoda bo'ladi. Savobi ulug' bo'ladi. Nima uchun? Siz ham qarindoshga yordam beryapsiz, ham yetimni boshini silayapsiz. Har ikkalasiga ham tushadi. Shuning uchun savobingiz yana ham ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi. Musulmon olamning chiroyli fazilatlaridan biri o'ziga ravo ko'rgan narsani birodariga ham, boshqa bir yetim yesirlarga ham ravo ko'radi. Mana shu musulmonning fazilati. Bu borada Qur'on Karimda Alloh taolo Inson surasining 8-oyatida marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Va yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan va yatiman va asira. Sadaqallohu al-azim. Ya'ni taomni esa suyib tursalarda o'zlari yemasdan miskin, yetim va asirlarga yedirurlar deb Alloh taolo musulmonni shu fazilatini maqtayapti. Mana shu fazilat siz bilan bizda bo'lsa, Alloh maqtagan bandalar qatorida bo'lamiz. O'zimiz bir narsani xohlab turibmiz, lekin yonimizda bir bechora bor, yoki miskin bor, yoki yetim bor. O'shalarga ham o'zimizga ravo ko'rgan narsani ularga ham ulatsak, Alloh maqtagan bandalar qatorida bo'lar ekanmiz sizlar. Yetimlarga mehr ko'rsatishlik azizlar, bu Payg'ambar alayhissalomning sunnatlaridan biridir. Chunki Rasululloh alayhissalom yetimparvar inson edilar. Doim yetimlarni himoyachisi edilar. Qaysi bir ummat, qaysi bir musulmon shu sunnatni tiriltirsa, albatta Payg'ambar alayhissalom xursand qilgan bo'ladi. Chunki Payg'ambar alayhissalom hayotlarida yetimparvar bo'ldilar. Yetimlarga boshlana berdilar, ularni holidan xabar oldilar, yetimlarni shunday bir himoya qildilarki, bizlarga ham ta'lim, bizlarga ham u kishini ishlari sunnat o'laroq qoldi. Mana shu yetimlarga boshlana berishlik, saxovat qilishlik, yetimlarning boshini silashlik insonni qalbini halim bo'lishligiga, insonni qalbi yumshashlikka sabab bo'ladi. Ba'zi insonlar aytadi, qalbim qatib ketdi deydi. Qotib qolgan deydi. Yo yaxshi so'z aytsangiz yoki bir ta'sirli ma'ruza yoki boshqa bir so'z eshitganda ko'zga yosh oladigan holatga tushib qoladi. Bilingki, u insonni qalbi qotyapti yoki qotib bo'ldi. Endi bu qotib qolgan qalbni yumshatishlik yo'li nima desa, ulamolarimiz ta'lim beradiki, bunday qalbni yumshatishlik uchun deydilar, yetimni boshini silasin, xayr saxovat ko'rsatsin deydilar. Chunki o'sha qilgan ishi Allohning nazdida eng ulug', eng savobi ko'p ishlardan. Va buning natijasi insonning qalbining yumshoq bo'lishiga sabab bo'ladi deb aytadilar. Boshqa bir hadisda keladi. Kim
Alloh roziligi uchun bir yetimni boshini silasa, qo'li tekkan har bir soch tolasi miqdoricha unga hasanat savob yoziladi dedilar Payg'ambar alayhisolatu vassalom. Imom Ahmad va Imom Tabaroniy rivoyatida. Qaysi bir inson bir yetimni boshini silasa deyaptilar. Hali hech narsa qilgani yo'q. Boshini silab qo'ydi xolos. O'shanday insonga Alloh taolo shunday bir va'da qilyaptiki, Payg'ambar alayhisolatu vassalom shunday bir va'da beryaptilarki, unga shunchalik savob beriladiki, har bir soch tolasichalik nechta bo'lsa shuncha ajr. Mana shu hadisga monand bir rivoyatni ustozlar aytishadi. Bir inson dedilar, hayotida ichkilikka ruju qo'ygan inson bir kun vafot qildi. Erta qiyomat bo'ldi. Alloh taolo o'sha bandani jannatga kirgizdi. Haligi banda hayron bo'lib farishtalardan so'radi. Men hayotda ichkilikka ruju qo'ygan inson edim. Savobim ko'p emasdi. Gunohlarni ko'p qilardim. Qaysi amalim uchun Alloh taolo meni jannatga kirgizdi deb farishtalardan so'radi. Farishtalar javob berdi. Sen falon hayotiy paytingda, falon kuni yomg'ir yog'ib turgan paytingda mast holatingda bir yetimni boshini silagan eding. Alloh taolo seni mana shu ishingga rozi bo'ldi. Xursand bo'ldi. Mana shu ishing amaling tufaylidan seni jannatga kirgizdi deb aytdi. Haligi inson yana aytdiki farishtaga, to'g'ri, men o'sha paytda mast holatda edim. Qo'llarim loy edi. Haligi yetimni boshini silaganda men u yetimni boshini qo'limdagi loyni artishlik uchun silagandim. Mehr ko'rsatishlik uchun emas, qo'limdagi loyni artishlik uchun silagandim vaholanki deganda farishta javob berdiki, o'sha amaling haligi yetimni qalbiga shunday bir rohat olib bordiki, xursand bo'ldiki, meni ham boshini silaydigan bir inson bor ekanligidan mamnun bo'ldi. O'sha go'dagini xursandligi Allohni rozi qildi. Hayotda sening mana shu bitta amaling seni jannatga kirishligiga sabab bo'ldi deb aytgan. Azizlar, bir yetimni boshini silashlik shunchalik ajr savob bo'ladigan bo'lsa, endi unga mehr ko'rsatishlik, saxovat qilishlik, ko'mak berishlik, bor mehringizni berishlik naqadar ulug' savob ekanligini endi biling. Alloh taolo shunday bir rahimli zotki, birgina bandasini yetimni xursand qilganligi uchun berilgan mukofot jannat bo'lsa, endi Xudoning rizoligi uchun shu yetimni boshini silaylik, shunga yaxshi muomalada bo'laylik, kelajakda yaxshi bir inson bo'lsin deb bor butingizni bering, ta'limingizni bering, ko'mak bergan insonga Alloh taolo erta qiyomatda qanday mukofot beradi? Mukofot shuncha, lekin aksi ham xuddi shuncha. Agar ana shu yetimni haqqini yeygan bo'lsa odam, yetimni qaqshatadigan bo'lsa, yetimni norozi qiladigan bo'lsa, azobi ham xuddi shuncha bo'ladi azizlar. Katta bo'ladi. Bundan ehtiyot bo'lishligimiz albatta barchalarimizga lozim bo'ladi. Azizlar, yetim deganda sizlar biz bildikki, otasi o'tgan insonni yetim deymiz. Onasi o'tgan inson emas. Chunki boquvchisini yo'qotgan inson yetim deyiladi va balog'at yoshiga yetguncha yetim hisoblanadi dedik. Hozirgi paytda shunday bir mahallalarimizda, yurtlarda ba'zi eshit qulog'imizga chalinib qoladiki, yetimni haqqiga xiyonat qilayotgan insonlarni ham eshitib qolamiz. Qanday holatda? Bir yetim o'tsa, ya'ni bir inson o'tsa, farzand qoldi, yetim qoldi. Hali yosh, go'dak. Hali katta bo'lguncha ancha bor. Aytaylik, o'sha yetimni akasi, ukasi bor. Yoki opa-singlisi bor. Oilani rahbar vafot qildi, yetim bolalar qoldi, ayol qoldi. Shunday holatlar ko'zga tashlanib qoladiki, o'sha erni yaqinlari yetim bolani va ayolni uydan haydab solayotgan holatlariga ham yo'q emas.
Tiriklik paytida jigar edi, aka edi, uka edi, opa edi, yaqin edi. Vafot qildi o'sha inson. Yetim qoldi farzandlar. Endi yaqinlar uy talashgan, meros talashib, haligi ayolni, yetim farzandlarni ko'chaga haydab solishlar ham uchrab qolyapmiz. Bu yetimni haqqiga xiyonat deyapsizlar. O'sha inson vafot qilsa, undan qolgan mol ayoliga, farzandlarga meros bo'ladi. Mayli akasini, ukasini merosi bordir, haqqi bordir, lekin butunligicha haydab solishlik mutlaqo mumkin emas azizlar. Lekin shunday holatlarni ham ming afsus guvohi bo'lib qolamiz. Shuning uchun aytmoqchimizki, azizlar, yetimni haqqidan hazar qilaylik, ehtiyot bo'laylik. Siz bizga aytsaki, yetimni haqqini yeganmisan desa, hammamiz aytamiz, Alloh asrasin, yetimni haqqiga hech ham qo'l cho'zmaganman, yetimni haqqini yemaganman deymiz. Lekin shunday bir nozik nuqta borki, o'zimiz bilmagan holatda shu yetimni haqqini yeyotgan bo'lib qolishligimiz mumkin. Qaysi o'rinda? Agar oilada ota o'tsa, orqasidan yetim farzandlar qoldi, voyaga yetmagan. Va oilada ona qoldi. Bizi odatimizda shunday bir insonlar bo'lib qoladiki, ayollardan ham erkaklardan ham ering o'tdi, orqasidan mol-mulk qoldi. Endi 3 kun bo'ldi, bir hafta bo'ldi, ehson qila olmaysanmi? Shuncha mol dunyoni tashlab ketdi-yu deydigan, ehson qilishga gijgijlaydigan insonlar bo'lib qoladi. Ering o'tgan bo'lsa, moli qoldi-yu. O'sha moldan 4 ta choy chaqirib yoki 4 ta ayolni chaqirib mahallangga osh bermaysanmi deydigan insonlar uchraydi. Endi o'ylab ko'ring azizlar. O'sha yetimi bor xonadonga kirib taom yeyishdan ehtiyot bo'ling. Chunki o'sha yeyotgan taomingizda yetimda haqqi bor. Mayli boy bo'lsin, mayli boshqa bo'lsin, lekin o'sha mol-mulk hali yetim bolalarning kelajagida kiyimi, yeyilishi, ilmi, salohiyati hammasiga kerak bo'ladi o'ziga. Yetimi bor xonadonga kirib taom yeyishdan ehtiyot bo'ling. Aksincha, qo'lingizdan kelsa o'sha xonadonga olib kiring biror bir narsa, yetimni boshini silashlik uchun. Otaga o'tgan bo'lsa, mana biz seni yoningda ota o'rnida turamiz. Nima bo'lsa, qo'shnimiz yoki akamiz, ukamiz bo'lib, hali yetimni boshini silang. Kirib olib osh qilmaysanmi? Ehson qilmaysanmi deb turmasdan. Mana shu borada azizlar, yetimni haqqini yeb qo'yishlik katta xavfi bor. Hadislarda keladi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, yetimlarning molini zulm yo'li bilan yeydigan kimsalar albatta qornlariga olov yegan bo'lurlar deb aytadilar. Alloh taolo kalomida Astagfirullah billah, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yetimlarning mollarini zulm yo'li bilan yeydigan kimsalar albatta qornlariga olov yegan bo'lurlar deb Alloh Niso surasining 10-oyatida marhamat qildi. Yetimlarga yaxshilik qilish azizlar faqat ularga moddiy yordam berish emas, balki ana shu otadan qolgan merosni saqlab qolishlik, ularga kelajagida ko'mak berishlik ham yetimlarga qilingan yaxshiliklardan biri. Yosh bola hali yetim holatida mol dunyoni saqlab qolishni bilmaydi. Shunda o'sha yetimning yaqinlari yetimni, ya'ni otadan qolgan merosni saqlab yoki uni ko'paytirishlik uchun yordam bersa, demak bu ham yetimlarga qilingan saxovat hisoblanar ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam siz o'z ummatlarga buyuk bir ta'limni o'rgatib ketdilarki, yetimparvarlikni. Bu borada Ibn Asokir rivoyat qilgan hadisi keladi. Bishr ibn Arqabadan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: otam Arqaba Uhud jangida shahid bo'ldi dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mening yig'lab turganimni ko'rib yonimdan o'tdilarda, nima uchun yig'layapsan ey Bishr deganlarida, Bishr otasi o'tganligini aytgan. Ya'niki Uhudda shahid bo'lganliklarini aytganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: ey Habibim, ya'niki ey suyukli
bolam, seni nima yig'latmoqda deganda haligi javob bo'ldimi? Men otang, Oysha esa onang bo'lishiga rozi bo'lasanmi deb aytdilar. Otadan ajrab turgan Bishrga payg'ambar alayhisolatu vasallam men otang bo'lay, Oysha esa onang bo'lishiga rozimisan deganlarida Bishr aytdilar, albatta roziman. Ey Allohning rasuli, otam onam sizga fido bo'lsin dedilar. Bu azizlar qarangki, siz bilan bizga ham ta'lim. Yaqinimizni farzandi o'tadigan bo'lsa, otalik o'rnida otalik qilaylik. Onalik o'rnida onalik qilsin ayolimiz. Ularni o'z holiga tashlab qo'ymaylik. Ularni boshini silangki, ular yolg'iz emasligini his qilsin. Sizdek, bizdek yaqinlari, jigarlari, ana shunday suyanadigan insonlar bor ekanligini his qilsin. Mana bu eng katta ajrli, savobli amallardan hisoblanadi. Nima uchun azizlar yetimlarni haqida ko'p aytiladi? Chunki yetimni boshini silashlik nafaqat siz bilan bizga, o'sha yetimga himmat qilgan, muruvvat ko'rsatgan inson uchun foyda, balki jamiyat uchun ham juda katta manfaat, foyda bo'ladi. Agar yetimni boshini hech kim silamasa, hamma xo'rlasa yetimni, u yetim farzand ertaga katta bo'lganda, voyaga yetganida hammadan norozi holatda, jamiyatdan, insonlardan norozi kayfiyatda ulg'ayadi. U inson ertaga katta bo'lganda hammadan alamzada bo'ladi. Birovga mehr ko'rsatishlik, birovga boshqa bir insonga yaxshilik qilmaydigan inson bo'lib qoladi. Shuning uchun ham dinimiz, shariatimiz albatta ana shunday bir yetimlarga mehr, saxovat ko'rsatishni buyuradiki, bu mehr ko'rsatgan insonga katta savob. Ertaga payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan jannatda yonma-yon qo'shni bo'lishligiga olib keladigan bo'lsa, jamiyatni isloh bo'lishiga sabab bo'ladi. Hozirgi kunda azizlar bilamiz, insonlar orasida tirik yetim degan ibora ham uchrab turadi. Tirik yetim qanday? Tirik yetimni hammamiz yaxshi bilamiz. Ota-onasi hayot bo'la turib, ota-onaning mehridan uzoqda bo'lgan, ota-onaning mehrini ko'rmaydigan insonlarni, farzandlarni tirik yetim deyiladi. Ya'niki ikki bir er-xotin ozgina bir murosasizlik tufaylidan ajraydi. Er boshqa xotin oladi, ayol boshqasiga turmushga chiqib ketadi. Farzandlar kimga qoladi? Yo yetimxonaga boriladi, yoki o'sha insonni otasi, onasi, buvisi, opa-dadasi qaramog'iga boqadi. Hozir juda ham ko'payib ketyapti. Mana shunday bir toifa farzandlar, yetim, tirik yetimlar desak, nima sababdan? Shu farzandlar, yoshlar bir-birlari bilan ozgina bir dunyo mato'i uchun, ozgina sevgiga borib, bir-birlarini hurmat qilmasdan, oila muqaddas, nikoh ulug', ya'niki ulug' ish ekanligini his qilmagan holatda bir-birlari bilan alamzada bo'lib urushib, ajrimga kelib qolyapti. Buning natijasida eng katta zarar azizlar shu farzandlarga bo'lyapti. Ana shu farzandlar agar ota-onaning mehrini to'laqonli his qila olmasa, ta'lim tarbiyasini joyida, vaqtida ola olmasa, ertaga bu insoniyatga, jamiyatga zarar yetkazadigan farzand bo'lib voyaga yetishiga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun ham azizlar, yetim deganda sizlar biz juda ham ahamiyatli bo'lishligimiz, nafaqat bu ota-onasi o'tgan yetimlar, balki shu yetim bo'lib qolishlikka sabab bo'ladigan omillarni umuman yo'q qilishligimizga harakat qilish kerak. Ya'niki bu ajrimlarni oldini olishlik maqsadida aytilgan so'z. Yoshlarimizga tushuntiraylik, sabrli bo'lsin, zimmasidagi mas'uliyatni his qilsin, ota-onaning ulug' sharaf ekanligini va bu farzandlari esa ertaga bu Allohning omonati ekanligini uqtira olsak, inshaalloh baxtli, saodatli bandalar qatorida bo'lar ekanmiz. Alloh taolo bizning so'zlarimizni